Assalomu alaykum. Daniyarbek, mana bugun posilkani oldik. 5 noyabr kuni. 10 kun ichida keldi posilkamiz. Posilka juda ham yaxshi sostoyaniyada. Hammasi butun, to'kilmagan. Даже уже попробовали на вкус. Juda ham shirin. Мы почувствовали вкус аромата детства нашего, за что мы вам очень благодарны. Yana aytmoqchimanki, Daniyarbekni biz YouTube orqali ko'rib, WhatsApp bilan соединиться qilib zakaz qilgandik. Mana zakazlarimizni bajardi. Biz juda ham xursandmiz. Если bunday zakaz qilaman deb nima qilsanglar, qo'rqmay Daniyarbekka zakaz qilaveringlar. Hammaga salom Surgutdan.